Xazinam To'rtil tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. İnsan hayotida sizcha nima eng muhim? Ba'zi do'stlarimiz bilim saviya deyishi mumkin, yana ba'zilar chiroy qomat deyishi mumkin, yana ba'zilar qobiliyat, yana ba'zilar pul mol deyishi mumkin. Men deyman azizim, bilim saviya har qancha bo'lsa-mu, aqniyatning o'rnini ololmaydi. Chiroy qomat har qancha bo'lsa-mu, vijdonning vazniga yetmaydi. Bo'lim qobiliyat har qancha bo'lsa-mu, fazilatning qimmatiga to'g'ri kelmaydi. Odamlikda niyat yomon bo'lsin, ishlarda samimiyat kam bo'lmasin. Yaxshi kunlarda o'zimiz yaxshi bo'la olsak, yomon kunlarda ishlarni yaxshi qila olsak bo'lg'ini. Hayot yo'llarini o'z oldimizga mangimiz, so'zligichilar kaynimizda so'zlayverdi. Ammo ishiningki, yaxshilikqa hamon yaxshilik yanadi. Inson bilmasa, osmon biladi. Har daqiqamizni yaxshi o'tkazib, armonsiz, pushaymonsiz yashay olsak, yo'l har qancha bo'lsa-mu, hargiz arg'inliq bo'lmaydi.